Ushbu belgilardan qaysi biri bir yoki bir nechta tasmalar harakatlanish yo'nalishi qarama-qarshi tomonga o'zgarishi mumkin bo'lgan yo'l qismini boshlanishini bildiradi. Qarama-qarshi tomonga o'zgaradigan bo'lsa, bu bo'ladi. Ushbu belgi o'rnatilgan joyda shatakka olishni amalga oshirish eng yuqori tezlik qancha? Shatakka olgan yengil egiluvchan ulagichmi, qattiq ulagichmi, nima bo'lishidan qat'iy nazar 50 kilometrdan oshmasligi kerak. Ushbu yo'l belgisi qanday maqsadda qo'llaniladi? Ushbu belgi majburiy tarzda yo'q, to'xtamasdan o'tishni taqiqlash uchun. Svetoforning bir vaqtda yoqilgan qizil va sariq ishorasi nimani bildiradi? Harakatni taqiqlaydi va tezda yashil ishora yoqilishi haqida ogohlantiradi. Bu yotiq chiziq quyidagi vazifani bildiradi. Piyodalar o'tish joyini bildiradi. Chiziqning yo'naltirgichlar piyodalar harakatlanish yo'nalishini ko'rsatadi. Tumanga qarshi old fara chiroqlari sutkan qorong'u vaqtda yo'lning yoritilmagan qismlarida uzoqni yoki yaqinni yorituvchi fara chiroqlari bilan bir vaqtda birga qo'llanilishi mumkinmi? Mumkin. Mototsikl haydovchisi qanday holda chapga burilish to'g'ri buriladi? To'xtadi va tartibga soluvchining ruxsat etuvchi ishorasini to'xtamay chapga burildi. Ishorasida to'xtamay chapga burildi. Uchinchi savol. Chorak ham birinchi bo'lib kesib o'tadi. Bunda yashil avtomobil birinchi, ikkinchi ko'k avtomobil, uchinchi qizil avtomobil. Sababi 10 qo'l qoidasi bo'ladi. Yuk avtomobillarda tashiladigan yuk shunday joylashtirilishi kerakki, shovqin solmasligi, chang ko'tarmasligi, yo'lni va atrof muhitni iflos qilmasligi kerak. Agar piyodalar o'tish joylaridan keyin tirbandlik paydo bo'lsa, haydovchi qayerda to'xtashi kerak? Bevosita piyodalar o'tish joyi oldida to'xtashi kerak. G'ildiraklar yo'l bilan ilashishi yo'qolganda, kuchli yomg'ir, sel yoki suv toshgan yo'llarda haydovchi dvigatel bilan tormozlash orqali tezlikni kamaytirish lozim. 5% yod eritmasi, yod nastoykasi nima uchun qo'llaniladi? Yara atrofidagi terini ishlash uchun, tozalash uchun ishlatiladi. Quyidagi hollarning qaysi birida temir yo'l kesishmasiga kirish taqiqlanadi? Svetoforning taqiqlovchi ishorasi yonganda, shlagbaum ochiq turgan holatda kirish taqiqlanadi. Harakatlanish kimga ruxsat etilgan? Bu yerda mototsikl va ko'k yuk avtomobiliga ruxsat etilgan. Quruq ob-havo sharoitida asfalt beton qoplamali yo'lda harakatlanayotgan haydovchi yomg'ir yog'a boshlaganda nima qilishi kerak? Tezlikni kamaytirishi va ehtiyot choralarini ko'rishi kerak. Bu to'xtash chizig'i qaysi yo'l belgisi bilan birga qo'llaniladi? To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan belgisi bilan birga qo'llaniladi. Mexanik transport vositalarini shatakka olishda egiluvchan ulagichga kamida nechta ogohlantirish qurilma o'rnatiladi? Kamida 2 ta. Aholi punktlaridan tashqarida qaysi belgi takrorlanadi? 3-si daryoga yaqinlashish. Birinchi uzatmada uzoq tezlanishda yurish yoqilg'i sarfiga qanday ta'sir etadi? Yoqilg'i sarfini ortadi. Qaysi hollarda velosipedchilarga qatnov qismining o'ng chekkasidan chiqishga yo'l qo'yiladi? Ruxsat etilgan hollarda
chapga burilish yoki qayrilib olish uchun ruxsat etiladi. Agar avtomobilning o'ng g'ildiraklari nam qoplamali yo'l yoqasiga chiqib qolsa, tavsiya etiladi. Avtomobilni tormozlamasdan yo'lning qatnov qismiga og'za-ravon burish kerak. Avtomagistrallarda shatakka olishga ruxsat etiladimi? Istalgan usuldan birida ruxsat etiladi. Avtomobilning qaysi yo'nalishda harakatlanishi ruxsat etiladi? Barcha yo'nalishlarga.